Abduqodir Husanov ismini 2025-yil Cityga transfer qilinishidan oldin juda ko'pchilik eshitmagan bo'lishi mumkin. Uning to'liq hikoyasini tushunish uchun boshlangan nuqtasiga qaytishimiz lozim. O'zbekistonning poytaxti Toshkent 2004-yil Husanov futbolga o'zining birinchi qadamlarini Bunyodkor akademiyasida tashlaydi. Sergey Chigatayev Abduqodirning birinchi murabbiyi haqida Abduqodir yoshligidayoq ajoyib talantga ega ekanligi shundoq ko'rinib turardi. U hech qachon bahslashmasdi, u doim juda kamtar bo'lgan. Shu bilan birga maydonga tushib o'ynaganda shunday harakat qilardiki, go'yo oyoqlari ostida uchqun sachrayotgandek edi deb ta'rif beradi. 17 yoshda Husanov Belarusning energetik bugu jamoasiga ketadi va birinchi mavsumdayoq 27 o'yin o'tkazib, qisqa vaqt davomida jamoaning asosiy futbolchilaridan biriga aylanib oladi. Har qanday top futbolchining karyerasida uni o'zgartirib yuboradigan bir voqea bo'ladi. Husanov ham bundan mustasno emas. 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionati aslida Indoneziyada o'tkazilishi lozim edi, biroq so'nggi daqiqalarda turnir Argentinaga beriladi va O'zbekiston yoshlari aynan yangi mezbonlarning guruhiga tushadi. Yevropalik futbol skautlari Massimo Peroni, Valentino Carbini va Matteo Suvalaraning o'yinini kuzatgani kelishgan, lekin o'zbek himoyachisi ularning e'tiborini tortadi. Turnir tugagandan so'ng bir necha haftadan keyin Husanov Lans jamoasi safiga transfer qilinadi. O'shanda ular osiyolik iste'dod egasini sotib olishgandi. Lans bosh murabbiy Frank Hayse intervyusida men 19 yoshli futbolchini 25 yoshli futbolchilik o'ynayotganini ko'rib hayratlanganman. Yosh bo'lishiga qaramay katta futbolchilardek harakat qilardi deb aytib o'tgan edi. 2024-yilning yozigacha Husanov jamoaning muhim o'yinchilaridan biriga aylandi va 2024-yilning oktyabrida rasman Liga 1ning eng yaxshi yosh futbolchisi nomini oladi. 2024-25-yilgi mavsumning birinchi yarmidan kelib chiqib, u Liga 1ning mavsum jamoasi safidan ham joy oladi va bu futbolchining yanvar oyida Manchester Cityga ko'chib o'tishi bilan tugaydi. Shaharliklar futbolchini sotib olishadi va Husanovni Angliya Premyer Ligasida to'p surgan birinchi o'zbek futbolchisiga aylantiradi. Maydonda jangchi, maydon tashqarisida sokin va kamtar yigit. City muxlislari yana bir ajoyib karyeraning